Hozir aka biz o'zi asli batta o'tirishdan maqsad imeka uchun. O'tgan safar video Instagramga qo'yganimizda odamlar 30 ming yaqin prosmotr bo'ldi. Sut qatiq haqida mavzu bo'ldi-yu, hali maktab bitirgandan keyin sutga to'ymaganman, kefirga to'ymaganman dedingiz. O'shuni muhokama qilishdi kommentda o'zimga har xil narsalar jo'natib. O'zi asli biznesimiz nima biz aka? Biznesimiz imeka sohasida. Imeka. Aha. Bemalol kelishaveradi. Akaman bilanlar mana. Akaman bilanlar. Xo'p, aka imekani qachondan qachongacha kirdik chiqdi qilish kerak, keyin necha pul berasiz bitta pasportga? Bitta pasportga 150 ming so'mdan 300 ming so'mgacha beryapmiz. Asosiy sanasi 2024-yilda iyul oyi, avgust oyi, sentyabr oyi, oktyabr oyi, noyabr oyi, dekabr oyining 20-sanasigacha olyapmiz. 24-dan dekabrgacha iyul oyidan dekabr sanasining 20-sanasigacha. Xo'p, bunaqalari-chi? Xo'p, yana nima deyman degdim. Narxlari 150 ming so'mdan 300 ming so'mgacha olyapmiz. Bular Farg'ona viloyati qat-qatlaridan. Farg'ona, Marg'ilon, Oltiariq, Yozyovon, Quva, Tashla barchalarini olaveramiz. Dastavkamiz bor. Dastlabki xizmati bor. Xo'p, dastlabki xizmati shuni borib olib kelinadimi endi? Qana bo'ladi? Ha, o'zimiz borib olib kelaveramiz. Mana telefon qilsa bitta yosh katta odam kirdi qilgan Shahmardonga o'tgan yili. Sizga telefon qilsa uyga borib, pulini berib, oldindan imeka qilib kelinadi. Nomer qoldiryapmiz. Nomerlarimiz bor. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa xizmat bo'lsa, akalar xizmatda. Sog' bo'linglar.